16-kun sekin-sekin 7ga o'rnashib olyapman. Bugun 3-kunmi, adashmasam 7 yugurishim. Bugun hozir 7 ni yugurib tugatdim. Hozir birdan video olyapman. O'sha hammasi joyida-da. Yana ham kuchim yetadi, u yoq travma bo'lib qoladi chunki o'sha ayollarim dod beryapti. Xullas, nima demoqchiman? Agar siz yugurish boshlayotgan bo'lsangiz, birinchi tavsiya kunlik yugurganingizni qo'ymang. Ya'ni men shu yo video qo'yishni to'xtataman, yo yugurishni to'xtataman-da. Zararlari yetarlicha. Ya'ni siz o'zi ertalabdan kechgacha ertalab turishingizda travma bilan turasiz, uxlashingizda ham o'sha og'riqlar bilan uxlaysiz. Undan tashqari ko'z degan narsa bor, chunki har bitta storiyam 250 ta odam ko'radi. Telegram o'zida, Instagram yuritmayman. Xullas, shuni o'zida ko'p seziladi, shu ko'z bor narsa. 3 ta gripp o'tkazdim. Yana ham nimadirlar bo'ladi, keraksiz odamlar keladi, vaqtingiz oladi, boshqa nima deydi, uyqusizchalar bo'lib qoladi. Birgalab problemada xullas. Qachon endi ham boshladingizmi o'zingiz uchun qiling. Video qo'yib boshlamayman. Men endi boshlab qo'ydim. Ko'pchilikka o'rnak bo'la olmasam ham, ko'pchilikka nima deydi, erta chiqishiga, yurishiga sabab bo'lganim uchun shu uchun to'xtatmayapman. Ya'ni o'sha maqtanishni ham kayfi ketdi-da, o'sha hammaga ham o'sha yoqmaydi. 16 kundan beri kimnidir videosini ko'rish